Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Biz kuzatuvchilarimiz mana bugun biz Bahramjon ukamizni natijasi bilan bo'lishib ketamiz. Bahramjon, efirga natijangiz bilan bo'lishib qo'ying. Sog'lig'im yaxshi, mana shu narsalardan olib ichdim. Nimalardan natija oldingiz? Davina bor edi, hali ko'k choydan ichdim. Davina yaxshi. Undan keyin o't qopib dinlanardi, mana bu choydan ichdim. Bu hozir effekti yaxshi. Zo'r effektli. Yuzingizdan ham ancha yashargansiz. Ana Bahramjon, siz bu choylarni qayerdan eshitdingiz? Qayerdan keldingiz? Qayerdan topib keldingiz bizga? Siz o'sha shopirdan nomeringizni olib, u shopir berganidan keyin sizni topdim. Mana taksilarda tushganda nima ish qilasiz opa deganda, men Qirg'izistondan kelganman, komandirovkadaman, shu kompaniyada ishlayman deb aytib qo'yaman. U odamlar mana odamlarga sababchi bo'lib telefonni berib, shundan Bahramjon davleniya edi, juda qaralib kelgansiz Bahramjon, yuzingiz qaramtil bo'lib turardi. Hozir mana ancha yaxshi, yuzlaringiz yaxshi, oqarib qolgan, davleniya yo'q. Dori ichmaysizmi? Yo'q, dori ichmayman. Endi davleniyaga dori ichardim. Ichmay qo'ydim. O'shalarni ayting-da, endi yaxshi bo'lib qolib, indamay o'tiraverasizmi? Endi yaxshi, endi nima deydi, effekti yaxshi ekan. O'shanda yana kelib yana olyapman shundan. Odamlarga ulashing. Bemalol olib ichsalaring bo'laveradi. Albatta bizani kuzatadigan, bizani mana qarab turgan insonlarga nima deya olasiz shu insonlarga? Bundan foydalaninglar, sog'lig'ingizga yaxshi foyda beradi.